Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz risk management haqida bo'ladi. Ya'ni bu darsimizda umumiy portfeldagi riskni boshqarish va qanday qilib aynan shu savdolardagi o'zimizni savdo qilishimizni ko'nikmamizni shakllantirish, ya'ni umumiy qilib aytganda trading qilishda, aynan savdo qilishda borgan sari muvaffaqiyatni oshirish desa ham bo'ladi. Xo'p, darsda boshlaydigan bo'lsak, risk management ham o'tgan darsimizda risk ratio ga o'xshab ketadi, lekin bunda muhim qoidalar bor. Keling, avval sizdan boshqa bir narsadan boshlayman. Misol uchun, umumiy kapitalist qanchadir bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizga qanchadir miqdorda cheklov qo'ying, ya'ni har savdoga kirayotganimda kapitalimni 5% ni yoki 10% ni risk qilaman deb. Misol uchun faraz qiling, kapitalizm $1000 bo'ladigan bo'lsa va siz 5% risk qiladigan bo'lsangiz, har bir savdoingiz uchun maksimal yo'qotishingiz 50% bo'ladi. Shunda ham 100% lik yo'qotish qilganingizda. Endi aynan ana shu summani 10% ni siz risk qilayotgan bo'lsangiz, maksimal yo'qotishingiz $100 bo'ladi. Ya'ni bittagina savdoingizni mabodo hammasini yo'qotadigan bo'lsangiz ham, lekin stop qo'ysangiz, take profit qo'yadigan bo'lsangiz, hammasini yo'qotmaysiz. Shuning uchun ham tartibli savdo qilgan ma'qul. Agarda siz kapitalist oz bo'ladigan bo'lsa, $1000 bo'lmaydigan bo'lsa, pennilar bilan ishlashga majbur bo'lasiz. Negaki yuqori kapital bilan ishlash osonroq hisoblanadi. Chunki aynan shu yuqori kapitalingiz bo'lsa, siz qimmat kompaniyalarga investitsiya kirita olasiz va tradingda sizni yo'nalishingiz osonroq hisoblanadi. Ya'ni swing trading osonroq pennilardan ko'ra, lekin kamroq kapital bilan ham pennilar bilan ishlasa bo'ladi, lekin bunda sizga ko'proq skilllar kerak bo'ladi. Sizdan ko'proq harakat talab etiladi. Keling, endi men chizmada bir narsani ko'rsataman. Misol uchun, faraz qiling, kuniga siz 10 ta savdo qilmoqchisiz, ya'ni o'zingizga belgiladingiz. Men nari borsa kuniga 10 ta savdo qilaman va 10 ta savdodan qancha o'xshashdan qat'iy nazar 10 ta savdo yetadigan bo'lsa, boshqa savdo qilmayman deyishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizga o'zingiz cheklov qo'yasiz. Bunda misol uchun bundan tashqari bir nechta cheklovlar ham qo'yish mumkin. Shuni ham aytib o'tishim kerak. Mabodo sizni kapitalingizni qanchadir miqdori zarar bo'ladigan bo'lsa, bu 10 ta savdoga bormasdan avval siz to'xtating. Negaki qanchalik ko'p zararda ketayotgan bo'lsangiz, sizni ishlash qobiliyatingiz ham, haligi shashtingiz ham so'nib ketadi va ko'proq zarar qilib qo'yishingiz mumkin. Endi yaxshisi, ko'proq zarar qilayotgan paytingizda siz savdodan chiqib turing va keyingi kunni kuting va umumiy dam oling. Xo'p, keling endi hisoblaymiz. Misol uchun 10 ta savdo qiladigan bo'lsangiz, birinchi savdoingizda mayli zarar qildingiz ham deylik, X qilamiz. Ya'ni bunda birinchi savdoingizda qanchadir miqdor bilan kirib zarar qildingiz. Endi ikkinchi savdoingizda misol uchun foyda qilishingiz mumkin. Uchinchi savdoingizda yana zarar qilishingiz mumkin va yana zarar ketishi mumkin. Ya'ni 10 ta savdodan hozircha 3 tasi zarar ketyapti va bittasi foyda. Endi keyingisida foyda olishingiz mumkin va foyda olish ehtimolingiz ham yana oshadi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bunda hozir misol sifatida ko'rsatyapman va bu yerda yana zarar bo'lishi mumkin va yana zarar bo'lishi mumkin va foyda bo'lishi mumkin. Buni hozir misol sifatida ko'rsatdim. Bu faraz qiling, siz 10 ta savdoingiz va shu 10 ta savdoingizdan e'tibor bersangiz, 6 ta savdoingiz zararda chiqyapsiz. 6 ta savdoingiz zarar. Lekin 4 tagina savdoingiz foyda bilan chiqyapsiz. Bunda shunaqa ko'rinmas strategiya borki, risk management strategiyasi. Siz shu holatdan foydada chiqishingiz mumkin. Nimaga? Qanday qilib? Bunda siz risk ratio ni ishlatayotgan bo'lasiz. Misol uchun, aynan shu holatda siz foydada yoki zararda chiqishingizga sabab shu risk ratio reward bo'ladi. Bunda siz misol uchun keling, bu yerda hozir win ratio ni hisoblaymiz va win ratio ni hisoblagandan keyin aynan risk ratio dan ham hisoblab turib umumiy qanaqa holatda bo'lganini chiqaramiz. Misol uchun win ratio qanday hisoblanadi? Bu yerga yozaman v barobar qilib turib umumiy nechta savdo qildik? Shuni pastga yozamiz.
umumiy 10 ta savdo qildik va shu 10 ta savdodan nechtasi foyda? 4 tasi foyda chiqyapti. 10 ta savdodan 4 taginasi foyda chiqyapti. Umumiysi 10 ta. 10 ni pastga yozyapmiz. Endi buni ko'paytiramiz 100% ga. Ya'ni win ratio ni aniqlayotganda foizga 100% ga ko'paytiramiz. Shunda bu 10 dagi bu nollar qisqarib ketadigan bo'lsa, bizning win ratioimiz e'tibor bersangiz 40% chiqyapti. Xo'p, bu nima degani? Biz umumiy qilgan savdoyimizda, misol uchun bir kunlik 10 ta savdo qildik. Aynan shu 10 ta savdoyimizdan 40% foydada chiqdik, 60% minusda chiqdik. Bu degani biz umumiy minus qildikmi, kapitalimizda zarar qildikmi? Yo'q, bu narsa hali aniqlangani yo'q. Xo'p, endi har bir kirayotgan savdoyimizda risk ratio ni qo'shamiz. Ya'ni bizni zarar qilishimiz, risk ratioimiz keling 1 ga 2 bo'lsin. Misol uchun o'tgan darsda aytdim-ku, risk ratio shu 1 ga 2 bo'ladigan bo'lsa, shunda hozir biz $1 sarflab turib $2 topyapmiz har bitta savdodan. Endi buni zarar qilayotganimizni umumiy zararga ko'paytiramiz, foyda qilayotganimizni umumiy foyda qilamiz. Demak, $1 sarflayapmizmi, zarar qilyapmizmi, stop oladigan bo'lsa, demak shu umumiy zarar qilganimizga ko'paytiramiz. 60 ni 1 ga ko'paytiramiz. Shunda 1% 60% o'zi chiqadi. Ya'ni $60 chiqadi, uzr. Va va bu yerda 40% ni 2 ga ko'paytiramiz. Nimaga? Chunki biz mana shu savdodan foyda topish uchun aynan $1 sarflayapmiz va $2 topyapmiz. Demak, win ratio ni aynan biz topayotgan foydamizni 40 ga 2 ga ko'paytiramiz. Bunda $80 chiqadi. Hop, qisilib ketdi. Endi bu yoqqa yozaman. Aynan mana shu $80 dan $60 da ayiradigan bo'lsak, orada $20 farq chiqyapti. Endi bu $20 lik farq bu haqiqiy topayotgan foydasi hisoblanadi. Ya'ni 10 ta savdo qilib turib, siz zararda chiqmadingiz. 6 tasini zarar qilgan bo'lsangiz ham aynan mana shu savdoyingizni, 4 tasida foyda qilgan bo'lsangiz ham siz umumiy $20 foyda bilan chiqyapsiz. Va bunga sabab, asosiy sabab risk reward ratio ni 1 ga 2 bo'lganligi. Endi e'tibor bering, agarda risk reward ratio 1 ga 1 bo'ladigan holatda siz uje zarar qilayotgan bo'lardingiz. Ya'ni $20 zarar qilayotgan bo'lardingiz. Endi 1 ga 2 bo'lganligi uchun $20 foyda qilyapsiz. Mabodo mana shu risk ratio 1 ga 3 yoki 1 ga 4 bo'ladigan bo'lsa ham, siz ko'p ehtimolda umumiy savdo bo'yicha foydada chiqayotgan bo'lasiz. Faqatgina shu muvaffaqiyatli savdoyingizni to'g'ri bitiradigan bo'lsangiz. Ya'ni riskni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz. Endi bu risk management strategiyasi hisoblanadi. Aynan mana shu strategiyaga o'zingiz ishonib, aynan shu bo'yicha qoidalarga amal qilib savdo qiladigan bo'lsangiz, sizga juda ham ko'p yordam beradi. Xo'p, bugungi darsimiz shu edi. Risk management haqida tushuntirishga harakat qildim. Aynan mana shu strategiyani o'zi yetadi. Ya'ni risk management haqida shunga qoidaga amal qiladigan bo'lsanglar, umid qilamanki, foyda beradi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xudo xolasa, keyingi darslarda savdoga kirish, chiqish zonalarini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.